Koreyada yana tovarlarimiz keldi. Bularni endi olib sizlarga O'zbekistonga jo'natib yuboraman. Bu yerda Eyosika brendimizni 5-partiyasi keldi. Inshaalloh sizlarga bularni hozir birma-bir obzor qilib ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Zavoddan juda ham chiroyli qilib upakovka qilib jo'natishadi. Qaranglar, qanaqa zo'r. Katta-katta korobkalar. Buni ichida где-то bir 15-20 tadan bor даже bittasida. Hozir buni ham ochamiz birgalikda. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Sizlarga ochib ko'rsataman. Bu yerda nima bor? Bu yerda Eyosika brendini shunaqa o'zini staylerlari bor qizlar. Bu staylerda orqasida qanaqa nasatkalari borligi ham ko'rsatilgan. Dyson bilan birga bir ishlaydigan staylerimiz sifati juda ham a'lo. Xo'p, qaranglar, qanaqa chekalari urilmasligi uchun shunaqalar qo'yib jo'natishadi. Buni ko'kidan bor, ip pushtisidan bor. Hozir pushtisini ham sizlarga ko'rsataman. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Buni simlari ham gelevey bo'ladi. Umuman sinib, bukilib qolmaydi. Endi bu korobkani ochamiz. Nima bor ekan? Juda ham qiziqarli. Chunki menga bu safar probaga yangi apparatidan berishgan. Buni sizlar bilan test qilamiz qizlar. Qaranglar, idishlari qanaqa chiroyli chiqqan buni. Bu hali sotuvda yo'q, ishlatib ko'ramiz. Agar zo'r bo'lsa, sotuvga qo'yamiz. Bilasizlar, bu brend yomon narsa chiqarmaydi. Bu safar ham mana sizlarga nimalardan zakaz qilganman. Buni shunaqa davolovchi silikoni bo'ladi. Perxislarga ham juda ham zo'r. Terilarda tagini yangilab beradi, bosh teri tagini. O'lik hujayralar bo'lsa tushirib beradi, perxislarni ketkazadi. Shunaqa zo'r ishlab chiqargan. Bundan o'zim ham foydalanyapman. Gellarni ham bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Yosikani o'zini geli. Bu asosan lazerdan keyin ishlatiladi yoki yuz apparati bor-ku, M1. O'shan bilan ishlatsanglar ham bo'ladi. Shunaqa kattagina geli, sifati a'lo. Kelinglar, mana shuni ochib ko'raylik, chunki o'zim ham intiqlik bilan kutayotgandim bu narsani. Sizlar bilan hozir ochamiz.